Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yoqub Elamonov 9-mahalladamiz. Joy sotiladi 80 sotiklik uyimizni ko'rsatamiz aziz. Jami yer maydoni 80 sotik. Videoni oxirida Iqbol to'yxona yoniga kirib kelamiz ekan, shu manzildan cho'tki tushuntirib o'tib ketaman. Videoni ko'rishda davom qilinglar. Shu yo'limiz shu uyni o'zina отдельный yo'l, ya'ni shundan kirib boriladigan bedayna yonidan o'zi boshqa birovlarning uyina boradigan yo'l o'tib turibdi. Bu o'zi uchun отдельный yo'l qurilgan. Shu o'zini shaxsiy yo'li bilan kirib boriladi. Shundan boshlangan, ya'ni shunday yetgan. Mevalar deysizlarmi, daraxtlar deysizlarmi, dacha qilsa unda bo'lsam bo'laveradi, ya'ni olib qo'yaman degan odam bo'lsa, bu yerni endi shu yera qiziqadigan, ekib foydalanadigan, mevalardan sotib, ekib foydalanib biladigan odam olsa dum zo'r mesda. Otsizimiz katta. Jami yer maydonimiz 80 sotik yer, 80. Kattalik shu daraja. Bahası sırası videonun cho'zib o'tmikda bahasini aytdik mana $47,000. Gerek adam telefon etinglar, shu uyni egasi aytib turibdi, oladigan odam, konkretni oladigan odam telefon etsam, mayda-chuyda telefon etib o'tirmasinlar, endi ko'ru ichki qisqan odam telefon etmasin dedi. $43,000 dan chiqib qo'yibdilar uyni, sotilmay turibdi. 47,000dan ozgina tushib beriladigan yeri bor. Shunday ketgan bu. Uyni devarak aylanib. Xatarına nukulariklar, meyvelerini aytadigan bo'lsak, 1-2 millionlik satdimda qolganini kokarik etib tashladim deb turibdi. Shu kokarik qimmat ketib turibdi. Tem bo'yi nukularikniki. Odamlara yolg'on bo'lishi mumkin dedi. Shundan aytavering dedim. Nima desam, jida, ya'ni shunday jidalik bani. 27 millionlik jida satdim bu yil dedi. Bu yilmi? Shu jida sezonda qachon pishadi? Shunday ketgan. 27 millionlik jida, yani bu territoriyasına qaramay kattaligini. Shunday aylangan jidalar deyib. Uyni yaxshi kengiraman endi bir qator shu nani ko'rsating. Arka taraflaridan 80 sotik. Puli shunda 47,000dan kelishamiz. 60, 50, 60, 70% dini pulini bersanglar, qolganini çeriz notarius duraman 1 yilgacha deb turibdi. Shunday ketgan-ku sholani, to'g'rimi? O qo'y qo'ralarim sizniki, to'g'rimi? Polni usti sholani ketgan. Hamma yeri 80 sotikdan keyin salkam 1 gektar yerda, bu 30 qara bu. Shonam ketgan endi. Shunday aylangan. Telefon nomeri ekranda, uy egasi deb yozib qo'yaman. Uyimiz shifrlangan. Odam yashab o'tirgan uy. Savol javoblar bo'lsa, shu uyning egasini telefon urasalar, hammasini chot ketib tushuntiradi hammasi. Kimga kerak bo'lsa, uy olaman deb birgalar. Bundan aylanib kiramiz endi. 43 mingdan chiqib qo'yibdilar, bermaganlar. 43 mingdan yaqinam kelib Xorazmchilar so'rab ketgan. Bolari bakadon odamlar so'rab ketgan, qarang. Nera ishlatsa bo'ladi men deyajani. Shunga to'g'ri keladigan nesta ekanda. Bilmem necha ming kutib bolari bakadon, shunday shu sohada ishlaydigan og'alarimiz gap so'rabdi mana, lekin u baho berilman deb turibdi. U baho beriladigan joy emas. 47,000dan ozgina o'tib beraman deb turibdi. Uyni ichidan ko'rsating. Bismillah. Kirganimiz katta dalan deymizmi, nima deymiz, hol deymizmi? Pol patolog ishlangan. Adam yashab turgan uy. To'g'riga kelsak, oshxona. Katta oshxonasi. Gaz plitalar, hamma narsasi qoladi. Hamma narsa qoladi. Hech narsa kutamaydi, to'g'rimi? Kutarib yurishma yo'q. Shunda hamma narsasi bo'ldi, shu uyning ichida novoz bo'lsa, ko'rib turgan vaqtingiz qoladi. Mebeli, boshqasi sotilib ketadi boshliq. Katta ayvon. Katta koridordan endi yana bir xonaga o'tamiz ekan. Spalni katta olingan xonalar. Uy egasida bas qo'yibman. Telefon urasalar, kamiz-kumisi, men xato aytgan yerlarim bo'lsa, bemalol telefon urib turib so'rlashsanglar tushuntirib aytaman masalan. Novi kamisi bo'lsa. Bu yerdan endi yana chiqib ketadigan tarafga geçti. Yana toza havoda, prirodada. Yine şimdi joy sotib qo'yildi.
kim joylamanda bilgan bo'lsa tashlab qo'yasizlar. Katta yeri bilan qarab bilgan odam bo'lsa-ku, dim chot kelmaydi. Shunda videorolik bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilni shu Iqbol to'yxonani orientir qilib aytsak bo'ladi, aynan Iqbol to'yxona. Mana bu doğrudan kelsak 4 yo'ldan kelamiz. Bozor 4 yo'l bozor tarafdan kelib turib, shunday chap aylanib, shu yo'l bilan kiramiz.